Yaqinda sahifamizda shu videoni tahlilini qilgan edik. Kelinglar uni davomini ko'rib, uni ham tahlil qilib ko'ramiz. Nima haqida gap ketayotganini bilmaganlar uchun bu videoga o'tib ko'rishingiz mumkin. Sahifamizga joylangan. Voqea o'zi Vankover shahrida, Washington shtatida sodir bo'lgan ekan va bu ayol qanaqadir g'alati qichqiriqlarni eshitgandan keyin bu joydan uzoqroq ketishi maqsadida qochayotgan paytda orqasidan qanaqadir erkak paydo bo'lib qolib, bu ayolni ta'qib qilishni boshlaganini ko'rgan edik. Bu voqeaning ikkinchi qismini ko'radigan bo'lsak, shuni bilsak bo'ladiki, boshqa erkak xuddi o'sha holatda, xuddi o'sha joyda aynan shunaqa ovozlarni eshitganini ko'rsak bo'ladi. Bu yerda gapirishlardan tushunsak bo'ladiki, u ham nima bo'layotganini tushunmayapti, qanaqadir qichqiriqlarni uni ham eshitayotganini aytyapti va bu yerda eng hayron qoldiradigan joyi, atrof muhitda umuman hech kim yo'q. Bu erkak ham, o'sha ayol ham umuman yolg'iz bo'lgan. Bu yerda eshitishimiz mumkin qanaqadir ayol baqirishini, bu esa oldingi videodagi, ya'ni birinchi qismidagi oxirida erkak ta'qib qilishidan oldingi bo'lgan ayolni baqirishini eslatadi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda xuddi o'sha baqirgan ayolga u duch kelib qoldi va u ayol bunga tushuntirishga harakat qilyapti, uning orqasidan kimdir ta'qib qilayotganini va qo'rqitayotganini. Lekin shu payt hech nimani tushunmay turgan erkak orqaga qarashi bilan bu holatdan keyin unga nima qilganini hatto o'ylashga ham odam qo'rqadi. Lekin videoning keyingi qismida, ya'ni yakuniy qismida men ko'rgan narsalar meni juda ham hayratga soldi. Xudolar, bu voqeaning davomida nima bo'lgan deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha